Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. To'g'ridan to'g'ri Toshkent Abu Sahiy avtovokzalidan reyslarimiz chiqib bormoqda. Yutong avtobuslari. Reyslarimiz vatandoshlar dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlariga bo'lib o'tadi. 17:00 da va 19:00 da posадка joylarimiz bo'ladi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, eng arzon va ishonchli biletlar kerak bo'lsa, ishonchli kassa nomerlarimiz 93 258 80 nomerlarini qoldirib qo'yganmiz. Ko'pchilik manzilimiz bilmayapti, yangi tushgan masjidimiz orqasida vokzalimiz joylashgan, Abu Sahiy avtovokzali. Kutish zallarini ham ko'rsatib o'tasiz. Mana keling, bir ikki og'izim suhbat qilib ko'ramiz. Ichkariga kirib, mana assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Qayerdansiz? Buxorodan. Qayerga ketyapsiz? Rossiya, Moskva. Moskvaga. Moskvani o'ziga ketyapsizmi? Shuni. Birinchi marta ketisizmi bu avtobusda yo'q, qatnaganmisiz? Birinchi marta. Birinchi marta. Bir kamchilik shikoyatlar yo'qmi hozircha? Yo'q, hozircha. Hozir mana xudo xolisa avtobus posадка joylarini qo'yamiz. Buxorolik aka-ukalarimizga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Necha kiloga chukob oldingiz mana? To'g'ri 20 kilogacha ko'rdim. Pul olinmadimi? 100 ga oshiqcha pul. Yo'q. Necha pul to'ladingiz kassaga? 850 ming. 850 ming so'm, aka. Kamchiliklar yo'q-a? Yo'q. Rahmat akajon. Yaxshi yetib oling, hozir posадка qilaman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qayerdansiz? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Surxondaryolik aka-ukalarimizga nima deysiz mana? Tavsiya qilamiz. Mana 850 ming avtobus Moskva, Podmoskva, Peter qatnaydi. Videolarga aytib o'tganmiz, yuklarimiz 50 kilogacha poложено, bir yuklarga pul olindimi, olinmadimi? Yo'q, besplatno. Mana aziz vatandoshlar, bizda yuklarimizga ham pul olinmaydi, besplatno. Avtobusimizda mana avtobusimiz Yutong kirib keldi, mana xudo xolisa. Hozir posадка joylarimiz bo'lib o'tadi. Reysli avtobuslar chiqib boradi, qadrli yurtdoshlar. Moskva Metrokatenniki Kazan kolxozный рынок avtovokzaliga, Sankt-Peterburg Kupchina avtovokzaliga kirib boradi. Tanlovda adashmanglar. Ekranda kassa nomerlarimiz sog' bo'linglar.